Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. 135-mavzu Innova kitobi bo'yicha nisbiylik nazariyasi elementlari mavzusini yaxshilab tushuntirib beraman. Bundan oldingi videomizda ham 11-sinf darsligi bo'yicha video qilgandik. Ya'ni 11-sinf darsligida nima ma'lumot berilgan bo'lsa, o'shani yaxshilab tushuntirib bergandim. Endi nisbiylik nazariyasi mavzusini Innova kitobi bo'yicha o'zimning nima desa bo'ladi? Darsim bo'yicha, ya'ni o'zimning nazariyam bo'yicha o'rgatib o'tmoqchiman. Demak, nisbiylik nazariyasida bu mavzumizda nimalarni o'rganamiz? Demak, bu nisbiylik nazariyasi Eynshteyn nazariyasi hisoblanadi. Eynshteyn nazariyasiga ko'ra tezlik qanday o'zgaradi, massa qanday o'zgaradi, uzunlik qanday o'zgaradi, hajm qanday o'zgaradi, zichlik qanday o'zgaradi, vaqt qanday o'zgaradi, zaryad qanday o'zgaradi. Mana shularning o'zgarish formulalarini ko'rsatib o'taman. Masalalarda qanday ishlanadi. Demak, nisbiylik nazariyasi Eynshteynning ikkita postulatiga ko'ra, birinchi va ikkinchi postulatiga ko'ra yaratilgan. O'zi postulat so'zining ma'nosi bir nechta olimlar, misol uchun yorug'lik tezligi haqida bahs munozaralarga ega bo'lib turgan paytda, ya'ni bittasi yorug'lik tezligi buncha qiymatga ega, bittasi yorug'lik tezligi buncha qiymatga ega, eng katta tezlik bu, eng katta tezlik bo'lmas deb bahslashib turgan paytda Eynshteyn o'zining postulati bilan barcha qonuniyat, ya'ni barcha fikrlarga chek qo'yadi. Ya'ni mana shu qonunmi, shu qonun bo'ladi deb postulatni yaratib qo'yadi. Ya'ni Eynshteynning birinchi postulati bu yorug'lik tezligi haqida. Yorug'lik tezligi vakuumdagi eng katta tezlik hisoblanadi. U kuzatuvchining tezligiga bog'liq emas. Hech qanday nisbiy va natijaviy tezliklar ham yorug'lik tezligidan katta bo'la olmaydi deyilgan. Misol uchun avtomobil ketyapti, avtomobil farasidan yorug'lik chiqaradi, to'g'rimi? Avtomobil misol uchun 20 metr taqsim sekund tezlikda ketyapti. Yorug'likni chiqarganda, agar bu Nyuton mexanikasiga ko'ra bo'lganda, bunga nisbatan tezligi, nisbiy tezligi yoki bo'lmasa natijaviy tezligi bir-biriga qo'shilardi, to'g'rimi? Buni tezligi qo'shiladi. Xuddi oqim bo'ylab harakat qilayotganga o'xshagan. Tezlik qo'shiladi. Unda yorug'lik tezligi avtomobil tezligiga qo'shilib qoladi. Bu Nyuton mexanikasiga oid bo'ladi. Bu kichkina tezliklarda o'rinli bo'ladi. Katta tezliklarda, yorug'lik tezligiga yaqin tezliklarda bu Nyuton mexanikasi o'rinli bo'lmay qoladi. Eynshteyn o'zining postulati bilan mana shu Nyuton mexanikasi to'g'ri, lekin cheklangan tezlikkacha deyilgan. Mana shu avtomobilda tezligi, yorug'lik tezligi, avtomobil tezligining ahamiyati yo'q. Yorug'lik tezligimi bo'ldi. Mana shu s tezlik bilan harakatlanadi yorug'lik tezligi. Nisbiy tezligi ham, natijaviy tezligi ham s ga teng deyilgan. S plus v bo'lmaydi. Bitta tezlik s bo'ldimi, natijaviysi ham s ga teng bo'ladi. Bu yorug'lik tezligi hisoblanadi. Bu yorug'lik vakuumdagi tezligining eng katta tezlik ekanligini isbotlovchi postulat hisoblanadi. Ikkinchi postulati esa barcha fizik qonuniyatlar, barcha inersial sanoq sistemalarida bir xilda ro'y beradi. Bu degani nima degani? Inersial sanoq sistemasi bilan noinersial sanoq sistemasining farqi bor, to'g'rimi? Inersial sanoq sistemasi deb tinch yoki tekis harakat qilayotgan sanoq sistemasiga aytiladi. Noinersial esa tezlanish bilan harakat qilayotganiga aytiladi. Noinersialda o'rinli bo'lmaydi, lekin inersial sanoq sistemalarida o'rinli bo'ladi. Misol uchun, mana shu xonada bo'ladigan jarayonlar, jismni tepaga otdim, 1 sekund chiqdi, 1 sekundda tushdi. 2 sekundda chiqib tushyaptimi? Bu xonaga nisbatan, sanoq sistemasiga nisbatan fizik qonuniyat hisoblanadi. Xuddi shu jarayonni borib Toshkentda biror bir xonaga kirib tepaga otib qaytib tushsa ham, unda ham 1 sekundda chiqib, 1 sekundda tushadi. Yerda bajaryapmizmi? Barcha inersial sanoq sistemalarida bir xilda ro'y beradi degani bu. Mana shu ikkita postulat, nazariya kitob, nazariy ma'lumotlar tashlayman, postulatlarni o'qib olasizlar. Men nazariy jihatdan ma'lumot berib ketyapman, endi formulalarga keladigan bo'lsak. Endi nisbiylik nazariyasiga ko'ra, zamonaviy fizikaga ko'ra tezliklarni qanday qo'shamiz? Nyuton mexanikasiga ko'ra qaraymiz. Nyuton mexanikasi. Klassik fizika. Klassik fizika. Bu eski davr fizikasi deyiladi. Misol uchun, mana bu jism bilan bu jism bir-biriga
v1 buniki v2 tezlik misol uchun 20 metr taqsim sekund, bunisi esa 10 metr taqsim sekund tezlik bilan bir-biriga yaqinlashayotgan bo'lsa, bularning bir-biriga nisbatan tezligi v1 plus v2 qilaverardik, to'g'rimi? Dinamikada o'rganganmiz buni. Ikkalasini qo'shib oladigan bo'lsak, bir-biriga nisbatan tezligi 20 plusdan 10 30 ga teng chiqyapti. Ana endi bular qarama-qarshi yo'nalishda ketsa-chi? Qarama-qarshi yo'nalishda mana bu v1, bunisi v2, bu 20 ga teng, bu 10 ga teng. Buni v nisbiy tezligi v2 minus v1 bir-biridan ayrilardi, to'g'rimi? 20 dan ayiramiz 10 da. Necha bo'lyapti? 10 metr taqsim sekund bo'lyapti. Mana shu formula Newton mexanikasiga ko'ra qarama-qarshi yo'nalganda qo'shiladi, bitta tomonga yo'nalganda ayriladi deb Newton yaratib ketgan. 1900-yilda boshlariga kelib 1905-yilda nisbiylik nazariyasi yaratilgan. Ana shu yillargacha bu o'rinli bo'lib kelgan. Keyin mana shu formula har doim ham o'rinlimi deb olimlar bahs munozara kiritganda, bu formula doim o'rinli emas. Bu formula eslab qo'yiladi. V juda ham kichkina s, ya'ni s yorug'lik tezligidan, bu yerda s 3/8 metr taqsim sekund. Yorug'lik tezligidan juda ham kichik tezliklarda bu o'rinli bo'ladi deyilgan. Endi mana shu formulalarda qarama-qarshi yo'nalganda va bitta tomonga yo'nalganda doim o'rinli bo'lishini nisbiylik nazariyasiga ko'ra Einstein yaratgan. Demak, barcha tezliklarda o'rinli bo'ladigan formula bu relativistik, ya'ni zamonaviy fizika. Relativistik fizika degani katta fizikaga oid degani. Zamonaviy fizikaga ko'ra mana F harfi. Xo'p, aytaylik, mana buning va bu qarama-qarshi yo'nalishda kelyapti. Misol uchun, birinchisining tezligi 0.8 s ga teng. Ikkinchisining tezligi 0.4 s ga teng. Aytaylik, mana v ikkimiz teng 0.6 s deylik. Mana qarama-qarshi yo'nalishda yorug'lik tezligi yaqin tezlikda harakatlanyapti. Bularning tezligi qanday qo'shiladi? Mana bu yerda bitta tomonga ketyapti. Bunisi v1imiz 0.8 s tezlikda, bunisi esa v2 0.6 s tezlikda orqasidan quvib ketyapti. Bir yo'nalishda bo'lsa qanday bo'ladi? Qarama-qarshi yo'nalishda qanday bo'ladi? Zamonaviy fizikaga ko'ra qarama-qarshi yo'nalishda formulani mana bunday yaratgan. V nisbiy qarama-qarshi yo'nalishda v1 plus v2 bir qarashda mana bu Newton mexanikasi bilan bir xilda. Qarang, ikkalasini qo'shsangiz 30 bo'ladi. Bu ikkalasini qo'shsangiz 0.8 ga 0.6 ni qo'shing 1.4 s. Lekin Einstein postulatiga ko'ra yorug'lik tezligidan katta tezlik bo'lishi mumkin emas. Demak, pastda 1 plusdan v1 v2 taqsim s kvadrat degan formulani yaratgan. Mana shu qarama-qarshi yo'nalishda nisbiy tezligini topish formulasi. Demak, buni hisoblab qo'yadigan bo'lsak, tepada 0.8 s plusdan 0.6 s, pastda 1 plusdan 0.8 s ko'paygan 0.6 s, pastda s kvadrat. S kvadrat bilan mana bular qisqarib ketadigan bo'lsa, necha bo'ldi? Tepada 1.4 s bo'ldi, pastda 1.48 ga teng bo'lib qoldi. Mana 0.8 da 1 ga qo'shsak 1.48. Demak, bu s dan kichkina tezlik hisoblanadi. Endi bitta tomonga yo'nalganda mana bu formulaga asoslanadi. v1 plus minusdan bo'ladi. v1 minusdan v2 pastda 1 minus v1 v2 taqsim s kvadrat formulaga asoslangan. Bu bitta tomonga yo'nalgan. Endi buni hisoblaydigan bo'lsak, 0.8 s minusdan 0.6 s bo'lib olamiz 1 minusdan 0.8 s 0.6 s taqsim s kvadrat. S kvadratlar qisqarib ketadigan bo'lsa, tepada 0.2 s bo'ldi, pastda 1 dan 0.8 da ayirsak 0.52 ga teng bo'lib qolyapti. Mana bu formula.
Xohlasangiz mana bu tezliklarni ham 10, 20larni ham mana bu formulaga qo'ying, doim o'rinli chiqadi. Qarang. Doimiy fizika, ya'ni zamonaviy fizika formulasiga qo'yadigan bo'lsak, mana bu kichkina tezliklarni ham o'rinli bo'laveradi. Qarang. Qarama-qarshida qo'shyapmiz. 10 ga 20 ni qo'shsak 30 mi? 1 plus 10 ga 20 ni ko'paytirib yuboring. 200 bo'ladi. Pastda s kvadrat. S degani 3, mana bu 3 o'rni 8 ni kvadrati. 9 o'rni 16. Qarang, 200 ni 9 o'rni 16 ga bo'lsangiz, 16 ta 0 dan keyin son keladi. To'g'rimi? Bu degani 1 ga 0.16 ta 0 ni qo'shib olganingiz baribir 1 deganida bu. Demak, tepa 30 edi. Ikkalasini qo'shganmiz 30 taqsim 1. Ya'ni 30 ni o'zimi? Demak, mana bunda ham 30, bunda ham 30 chiqyapti. Faqat tezlik oshib borgan sari yorug' tezligiga yaqin tezliklarda mana v deyarli kichkina yoki teng s ga yaqin tezliklarda bu formulalar o'rinli bo'ladi ekan. Endi eslab qolinglar. V1 yoki V2 bittasi s ga teng bo'lganda v nisbiy doimo s ga teng bo'ladi. Bittasi s ga teng bo'lsa bo'ldi. Nisbiy qarama-qarshi bo'ladimi, bitta yo'nalishda bo'ladi, farqi yo'q, s ga teng bo'ladi nisbiy. Mana qo'yib ko'raylik. Aytaylik, bittasi 0.8 sa, bunisini s deb oladigan bo'lsak, qo'yib yuboryapmiz. Qarang. S ga 0.8 sa ni qo'shib yuboring. 1.8 s bo'ldi. Pastda s ko'paygan 0.8 s, 0.8 s kvadrat, s kvadrat bilan qisqarib 1 ga 0.8 ni qo'shadigan bo'lsangiz nima bo'ladi? 1.8 mi? Tepada 1.8 s, pastda 1.8. 1.8 la qisqarib v nisbiy s ga teng chiqyapti. Mana shu tezlik formulasi hisoblanadi. Davom etamiz endi. Xo'p, tezliklar bo'ldi mana. Endi massa o'zgarishi. Massa, eslab qolinglar, massa ortadi. V yorug'lik tezlik bunday bo'ladi. Yorug'lik tezligi yaqin tezliklarda massa ortadi. Qarang, massa qanday ortadi? M teng m0 taqsim 1 minusdan v kvadrat taqsim s kvadrat formulaga asosan massa ortadi. Qarang, mana bu ildiz doim mahrajda ildiz doim 0 dan kichkina son. Biror bir sonni 0 dan kichkina songa bo'ladigan bo'lsak, demak mana buni qiymati ortadi. Bu massa o'zgarish formulasi hisoblanadi. Bu yerda m0 tinchlikdagi massa, misol uchun 4 kilogramm jismni shu katta tezlikda harakatlantirsangiz, u 4 kilogramm emas, kattaroq massaga ega bo'lib qoladi. Shunday bu tinchlikdagi massa, bu harakatdagi massa. Xo'p, endi misol m0 aytaylik 4 kilogramm, buni v teng 0.6 s tezlikda harakatlantirsak, keyingi massa qanday bo'ladi? Harakatdagi massa qanday bo'ladi? Aytishim mumkin. S tezlik o'rniga har xil tezliklar qo'yishi mumkin. Massa qanday o'zgaradi? Demak, formulaga qo'yamiz. M teng m0 taqsim 1 minus v kvadrat taqsim s kvadrat. Ildiz ostida m0 o'rniga 4 qo'yamiz. 1 minus v o'rniga 0 qo'yamiz. 0.6 s taqsim s ning hamda ikkalasini bitta qavsga olib kvadratga oshirib olsak ham bo'laveradi. S lar qisqarib ketyapti. Tepada 4. 0.6 ni kvadrat 0.36. 1 dan ayirsak nima? 0.64 dan 0.8 chiqadi. Demak, bu degani 5 kilogramm bo'lib qoldi. Massasi qanchaga o'zgaradi desa, keyingi massadan dastlabki massani ayirib olasiz. Massa o'zgarishi shu. Massa ham bo'ldi. Endi uzunlik. Uzunlik eslab qolinglar. Qisqaradi. Aytaylik, mana bu jismning uzunligi L0 bo'ladigan bo'lsa, misol uchun 1 metrga ega deylik. Shuni mana bu yo'nalishda v teng 0.6 s tezlikda harakatlantirganimizda
Buning keyingi ko'rinishi qisqargan ko'rinishda bo'ladi. Qisqargan ko'rinishda. Mana bu yuzasi o'zgarmaydi. Mana shu delta L ga qisqargan bo'ladi. Tushundingmi? Bu harakatdagi uzunlik. Buni topishimiz uchun L teng L0 ildiz ostida 1 minusdan v kvadrat taqsim s kvadrat formulaga asosan topamiz. Bu yerda ko'paytma. Bu uzunlik qisqarishining formulasi hisoblanadi. Ana endi mana bu masalani ishlab qo'yadigan bo'lsak, harakatdagi uzunligi qanchaga teng bo'lib qoladi ekan? Demak, L teng L0 1 minusdan v kvadrat taqsim s kvadrat formula edi, to'g'rimi? Shu yerdan L teng L0 o'rniga 1 metr qo'yamiz. Ildiz ostida 1 minusdan tezlik 0,6 s. 0,6 s taqsim s ning kvadrati bo'lyapti. S'lar qisqarib ketsa 0,36. Bizdan 0,36 ni ayirib olsak 0,64. 0,64 dan 0,8 chiqadi. Demak, 1 ko'paygan 0,8. Demak, harakatdagi uzunligi 0,8 metrga teng ekan. Qanchaga o'zgaradi deyiladigan bo'lsa, L0 dan dastlabki L ni ayirib olamiz. Yoki bo'lmasa, keyingi uzunligidan dastlabki uzunligini ayirib olsangiz aniqroq chiqadi. Keyingi uzunligi 0,8, dastlabkisi 1 edi. Demak, minusdan 0,2 metr. Minus degani bu kamayganligini, qisqarganligini bildiradi. Tushundingmi? Uzunligi o'zgarish formulasi bu. Uzunligini 40% qoldi, 50% qoldi degan savollar bu kitoblarda bor. Keyingi videolarimizda yechimini tushuntirib berganman. Demak, uzunlik qisqarishini ham bilib o'tdik. Uzunlik qisqaradi, massa ortadi. Keyingi formulamiz hajm. Hop, hajm. Hajm qanday o'zgaradi? Hajm kamayadi. Hajm kamayadi. Aytaylik, mana bu jism bor. Mana bu jism. Shuni tinchlikdagi hajmi V0 ga teng. Aytaylik, mana bu uzunligi L, mana bu uzunligi D bo'ladigan bo'lsa, balandligi H. Mana bu oldi qismining yuzasi. S0. Oldi qismining yuzasi. Endi mana shu jism bu tomonga V teng, aytaylik 0,8 s tezlikda harakatlantirganimizda buni hajmi qanday bo'ladi? Eslab qolinglar. Mana bu peshonasini yuzasi o'zgarmaydi. Misol uchun mana bu jismni mana bu yuzi o'zgarmaydi. Shu tezlikda harakatlanyaptimi shu tomonga, mana bu yuzi o'zgarmaydi. Agar bu tomonga harakatlantirsa, mana bu yuzi o'zgarmaydi. Tushundingizmi? Bu tomonga harakatlantirsa, mana bu yuzi o'zgarmaydi. Mabodo tepaga harakatlantirsa, bu yuzi o'zgarmaydi. Mana bu bo'yicha qisqaradi tepaga ketsa. Bu tomonga ketsa, mana bu L uzunlik bo'yicha qisqaradi. Endi yuza konstanta bo'lgandan keyin eslab qolinglar. Yuza konstanta bo'lgandan keyin mana bu dastlabki uzunlik L0 bo'ladigan bo'lsa, L teng L0 ildiz ostida 1 minus v kvadrat taqsim s kvadrat edi, to'g'rimi? Endi bunga L0 ga mana bu yuzani ikkala tomonga ham ko'paytirib oladigan bo'lsak, nima bo'lib qoldi? Qarang, dastlabkisi S da L0 ga ko'paytirib olsak, dastlabki hajm bo'ladi. Endi bu harakatlanayotgandagi uzunlikka shu yuza o'zgarmagandan keyin S ko'paytirib olsak, bu harakatdagi hajm bo'lib qoladi. Mana bu o'zgarmayapti, ildiz ostida 1 minus v kvadrat taqsim s kvadrat. Demak, hajm formulasi mana bunday ekan. Tushundingmi? Hajm formulasi shunday. L bilan bir xil, faqat L o'rniga hajm kelyapti. Aytaylik, mana bu dastlabki hajmini V0 da 20 metr kub deb oladigan bo'lsak, V teng 0,08 s tezlikdagi hajmini toping deyilyapti. Qo'yamiz. V teng V0 ildiz ostida 1 minus v kvadrat taqsim s kvadrat formulaga asosan V teng V0imiz 20 ildiz ostida 1 minusdan 0,8 s taqsim s ning kvadrati.
S'lar qisqardi. 0,8 kvadrat 0,64. 1dan 0,64 ayirsak 0,36. 0,36dan ildiz 0,6 chiqadi. Demak 20 ko'paygan 0,6. Demak 12 metr kubga teng ekan. Qanchaga kamaygan? 20 dan 12 ni ayirsangiz 8 metr kubga kamaygan ekan. Hajm nima bo'lyapti? Kamayyapti. Demak, hajmni ham ko'rib o'tdik. Keyingisi zichlik. Hop, zichlik ortadi. Eslab qolinglar, zichlik ortadi. Demak, tinchlikdagi massasi m0 bo'ladigan bo'lsa, tinchlikdagi zichlik ρ0 bo'ladi, tinchlikdagi hajmi v0 bo'ladi. Hop, endi harakat qilayotgandagi mana v teng aytaylik 0,6 s tezlikdagi massasi m bo'ladi, zichlik ρ bo'ladi, hajmi v ga teng bo'lib qoladi. Endi bu yerdan zichlikni topadigan bo'lsam, ρ teng massa taqsim hajm. Bu harakatdagi zichlik. Tushundingmi? ρ harakatdagi zichlik. ρ0 tinchlikdagi zichlik. Ana endi massa o'zgarishini bilamiz. M harakatdagi massa bo'ladigan bo'lsa, M teng M0 taqsim 1 minus V kvadrat taqsim S kvadrat ildizda. Harakatdagi hajm esa V0 deydi. V0 ko'paygan 1 minus V kvadrat taqsim S kvadrat. Ana endi nima qilamiz? Massani o'rniga buni qo'yamiz. Qarang, M0 pastda ildiz ostida 1 minus V kvadrat taqsim S kvadrat. Hajmni o'rniga mana buni qo'yamiz. V0 ildiz ostida 1 minus V kvadrat taqsim S kvadrat. Bu yerda M0 taqsim V0 nimani beryapti? Maytdan ρ0 ni topadigan bo'lsak, ρ0 imiz mana M0 ni V0 ga nisbatini beryapti, to'g'rimi? Demak, M0 ni V0 ga nisbati nimani beryapti ekan? Yoki bo'lmasa M0 ni o'rniga ρ0 V0 ni qo'yib oladigan bo'lsak, V0 lar qisqarib ketadi, ρ teng bo'ladi, tepada ρ0, pastda buni ikkita ildizni ko'paytmasi ildiz yo'qolib ketadi. 1 minus V kvadrat taqsim S kvadrat bo'lib qoladi. Ildiz yo'q. Eslab qolinglar, faqat zichlikda ildiz bo'lmaydi. Ildiz bo'lmaydi faqat zichlikda. Demak, aytaylik, suvni zichligini olamiz. Suvni zichligi 0,6 s tezlikda harakat qilayotganda qanday bo'ladi? Demak, suvning yerdagi tinchlikdagi zichligi nechaga teng? 1000 ga tengmi? 1000 kilogramm taqsim metr kub. Ana endi V teng 0,6 s tezlikda harakatlanganda zichlik qanday bo'lib qoladi? R teng normal. Formulaga qo'yamiz. R teng R0 imiz 1000 bo'lib olamiz 1 minus V ni o'rniga 0,6 s taqsim s ning kvadrati bo'ldi. S lar qisqarib ketadigan bo'lsa 1000 taqsim 1 dan 0,6 ni kvadrat 0,36 ni ayirib olsak 0,64 ga teng bo'lib qoldi. Bu degani bittadan surib oladigan bo'lsak 10,000 taqsim 6,4 degani. Kilogramm taqsim metr kub. Endi buni hisoblasanglar chiqadi zichlik qandayligi. Shunga zichlik nima bo'lar ekan? Ortadi ekan. Demak, zichlikni ham bildik. Xo'p, endi vaqt. Vaqt qisqaradi. Vaqt qisqaradi degani nima degani? Bu vaqtni o'zgarish formulasini men boshqa videolarda ham chiqarib berganman. U videoni ham beraman. Qaraymiz. Mana bu yer, mana bu kosmik kema. Kosmik kema aytaylik, V teng 0,6 s tezlikda harakatlanyapti. Mana bu yerdagi kuzatuvchi.
Yerdagi kuzatuvchining vaqti bo'yicha T0 vaqt o'tdi. Aytaylik, 8 soat o'tdi. Yerdagi kuzatuvchi bo'yicha 8 soat o'tdi. Tushundingmi? Endi yerdagi kuzatuvchi soatga qaraganda 8 soat vaqt o'tdi. 8 soat davomida mana bu kuzatuvchi qarab turganda 8 soat davomida mana bu kosmik kema harakatlandida. Endi kosmik kemani ichidagi kuzatuvchi qaraganda bu yerdagi vaqt T0 ga teng bo'lib qoldi. Mana shu kosmik kemani ichidagi vaqt qisqaradi, sekinlashadi. Eslab qolinglar, harakatdagi vaqt kichkina bo'ladi, tinchlikdagi bu yerda t bo'lishi kerak. Harakatdagi vaqt bu yerda yerdagidan kichkina bo'lishi kerak. Tushundingmi? Ana endi mana bu T0 ya'ni harakatdagi vaqt teng. Bu kichkina bo'lish uchun mana bu T0 ga ildizni ko'paytirib olamiz. V kvadrat taqsim S kvadrat ko'paytiramiz. Chunki mana bu ildiz doimo birdan kichkina son. Qandaydir songa birdan kichkina sonni ko'paytirsak, o'sha sondan kichkina son hosil bo'ladi. Demak, T0 yerdagi vaqt ekan, T harakatdagi vaqt ekan. Endi ko'p formulalarda mana bunday yozgan. T teng T0 taqsim 1 minus V kvadrat taqsim S kvadrat deb yozgan. Buni farqi T0 bu yerdagi, T yerdagi o'sha joyini farqlab olishlaring kerak bo'ladi. Ba'zi kitoblarda bu formula, ba'zi kitobda bu formula. Ko'pchilik mendan so'raydi, farqi nimada? Bu kitobda bunaqangi yozilgan, bu kitobda bunday yozilgan. Mana bu yozilgan kitobda T0 kosmik kemadagi vaqt. Mana bu yozilgan kitobda T0 yerdagi vaqt. Siz yerdagi vaqt deb eslab qolsalaring yoki bo'lmasa ildiz doimo 0 dan kichkina, T0 ga 0 dan kichkina son ko'paysa, mana bu kichkinaroq son chiqadi deb eslab qolsalaring bo'ldi. Demak, mana bu formulaga asosan mana buni ishlaymiz. Demak, kosmik kemadagi vaqt T0 imiz bizda 8, ildiz ostida 1 minusdan V ni o'rniga 0,6 S taqsim S ning kvadrati ildiz ostida. S lar qisqarsa 0,6 ni kvadrat 0,36, birdan ayirsak 0,64 dan 0,8 chiqadi. Demak, 8 ko'paygan 0,8 bu degani 6,4 h soat degani. Demak, kosmik kemadagi vaqt 6,4 soatga teng ekan. Tushundingmi? Yerdagi vaqt bo'yicha 8 soat, kosmik kemadagi vaqt bo'yicha 6,4 soatni beryapti. Mana shu vaqt qisqarishi. Qarang, oxirgisini ham ko'ramiz. Zaryad yorug'lik tezligiga yaqin tezlikda harakat qilganda eslab qolinglar, Q konstanta bo'ladi. O'zgarmaydi. 0,6 s bilan ketsa ham, 0,8 s tezlik bilan ketsa ham Q konstanta. Endi ba'zi adabiyotlarda bu xuddi massa singari o'zgaradi deyilgan, lekin u adabiyotlar to'g'rilanib, eng oxirgi qaror bu yerda Q konstanta, Q o'zgarmaydi. Mana bu tezlikda harakat qilsa ham Q teng Q0 bo'lib qolaveradi. Mana Q teng Q0 da o'zi. Bu zaryad o'zgarmasligini bildiradi.